Katta bir operatsiyamizni tugatdik, yakunladik. Bemorimizda o'ng buyrakda qurishi tashxisi qo'yilgan. Sabab kichkinagina bir toshcha. Yillar davomida bu toshcha tiqilib qolib, buyrakda sekin-asta qurishiga olib kelgan. Bemor buni bilganmi? Yo'q, bilmagan. Nega bizga murojaat qildi? Shuncha paytdan beri qurigan buyragiga bezovta qilmagan bo'lsa, nega biz buni olib tashlashni tavsiya qildik? Bemorda oxirgi paytlarda qon bosim ko'tarilishi shikoyatlari bezovta qila boshlagan. Tekshirishlar natijasida bu qon bosim ko'tarishiga sabab qurigan buyrak sabab bo'lgan va bizga murojaat qilganda ikkinchi sog' buyragini ham ishdan chiqarmasligi uchun biz tavsiya qildik bu qurigan buyrakni olib tashlashni. Ya'ni qurigan buyrak ikkinchi buyrakka ham ta'sir qilishi mumkin agar qon bosimi oshishni boshlasa. Shunday ekan, kichkinagina bir toshcha sababli qanday asoratlar kelib chiqdi? Toshchani ham kichik kattasi bo'lmaydi. Tiqilib qoldimi? Problema, muammo sazovat qildimi? Ya'ni muammo olib keldimi? Demak, bu tosh kattami, kichikmi? E'tibor talab qiladi, diqqat talab qiladi. O'shaning uchun befarq bo'lmanglar. Kichkinami, kattami, kichkina tuschami, hammasi agar tiqilib, siydik, peshob yo'lini to'sib qo'yishga sabab bo'ldimi, bu muammo kichik muammo emas. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.